Xamiringiz oshib chiqishi uchun top 3 ta maslahat. Sutingiz o'ta issiq bo'lishi kerak emas. Har doim ochilmagan yangi pachkali dro'j ishlating va albatta yumshoq xamir qiling. Qattiq xamir ham oshib chiqmasligi ehtimoli juda yuqori. Xamirlarimizni zuvalaligi bo'lib olamiz va shunaqa 4 ta zuvala qilgandan keyin 250 gram qiymaga bitta pomidorni qirg'ichdan chiqarib, tuz solib bir xil massa qilib oldim va 4 ta xamirim ustiga 4 ta qiymani solib, shunaqa chiroyli qilib forma berib chiqdim. Ustiga bo'lsa har doimdek menda Pumirkini shunaqa sirlari zo'r erib beradi. Shuning uchun doim men shu sirdan ishlataman. Ustiga sirlarimizni qo'yganimizdan keyin 170-180 gradusga duxovkaga jo'nataveramiz. Pishib chiqqunigacha shu rakinani tozalab ola qoldim. Sababi juda ham kir bo'lib ketdi. Qaynoq suvni qo'yib, ustidan bavidan 2-3 qoshiq solamiz. Aytgancha hozirgi kunda korzinka do'konlaridan ham bavini topsanglar bo'ladi. Har xil razmerdaligisi bor. O'zingizga kerakligini olsangiz bo'ladi. 1 kilo 500 gram har xilidan bor. Rakvinamni boshqa narsa bilan umuman tozalab bo'lmaydi. Shuning uchun doimo отбеливателdan foydalanaman. Qaranglar, oppoq bo'ldi va ungacha mana pideyimiz ham pishibdi. Pidey deymizmi, nima deymiz bilmadim. Xullas, men doim pishiraman. Juda ham mazasi zo'r, yumshoq chiqadi. Usti ichlari sochni pomidor hisobiga. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlar, sizlar ham.